Ideal planirovkadagi umuman gulxoy xonalari bo'lmagan 3 xonalik kvartira qidiryapsizmi? Sizga xuddi mana shunaqa 89 mingga ushbu kvartiramizni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Keling, xonalari bilan birma-bir tanishib o'tamiz. Birinchisi bizda har doimgidek mehmonxona bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin, oppoq Atachento uslubidan foydalanilgan, televizorlar qo'yilgan, chiroyligina kvartiramizning mehmonxonasi. Kvartiramizga kirib kelishimiz bo'lyapti. Mana bu yerda shkaflar qo'yilgan, bemalol narsalaringizni qo'ysangiz bo'ladi. Qolgan xonalarni ko'rishdan oldin keling, alohida sanuzlarimizni bitta ko'rib o'tamiz. Juda ham ko'pchilik odam so'raydi mijozlarimiz, ya'ni alohida bo'lsin sanuzli deganlar uchun. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi bizda shinamgina oshxonamiz bo'lyapti. Marhamat, ko'rishingiz mumkin, stolobaya zonasi hamda rabochiya zona katta qilib, bemalol uy bekalarimizga juda ham manzur keladigan yoqimli ranglardagi aboylar tanlab o'tilgan. Xo'p, endi esa kvartiramizning umumiy, ya'ni kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonasini ko'ramiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin, yotoq mebeli, mana shu yerda chiroyli qilib shkaflar qilingan, stroyni shkaflar, bemalol ichkariga narsalaringizni qo'ysangiz bo'ladi. 77 metr kvadrat tashkil etadigan ushbu kvartiramiz Baxtli hayot ko'chasida joylashgan, ya'ni Baxtli hayot mahallasida, Samarqand shahrida. To'liqligicha teplopoldan tashqari radiatorlar isitib beradi. Bu ko'rib turganingizdek bir kishilik bolajonimiz uchun yotoqxona edi. O'zining garderobi ham bor. Bilasiz, bolajonlarning juda ham ko'p bo'ladi kiyimlari. Xo'p, kvartiramiz sizga yoqdi degan umiddamiz. Agar sizga yoqqan bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qiling.